Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Jizzax shahridamiz. Do'stimiz podvallarini FBS ga, ya'ni tsokolni blokdan qilgan ekanlar. Har doim yomg'irli kunlar yoki огородlarini sug'organ paytida suv o'tar ekan. Biz har doimgidek ishimizni tsokolni blok atroflaridagi choklarni ochishdan boshladik. Undan keyin esa uni yaxshilab yuvib olib, har doimgidek o'zimizni remotniy sostavlarimiz bilan ichini butunlay to'ldirib yopib chiqdik. Undan keyin esa Tecmadry Millennium kuchli singuvchi materialimizni surib berdik. Va shu bilan ishimizni tugatdik. Do'stlar, kimga ushbu xizmatlar kerak bo'lsa, marhamat murojaat qiling. Sizga ham albatta qilib beramiz.